Salovat. Kurban ayit bayramı gelmeden. Bayramda atasın inşallah. Okuyan namaz, kılan kurbançılık Allah kabul kılsın. Biz bana bir gün su açtık Paktağa. Salovat Oblast, Nuken rayon, Sakalnay Lükmüt. Paktağa su açtık. İşte Paktağa şunca bana. Kıyırda kanca dağı Paktağa. Tatlıklarla dükkanlar, dükkançılığı vardır. Tarus kon, piyaz ekkenler. Erten piyaz tarıp jönüter suda kalırsa. Piyazdı çöpünü orup koydu, erten piyaz kaçıyor suda kalırsa. Şu baktılar bana. Şarttada şanası var bana, Allah kalırsa bana. Bir garıç. 50 santimetre bop koptu baktı. Assalomu alaykum aziz birodarlar. Mana O'sh viloyat Qorasuv tumaniga qarashli Qayrat qishlog'ida ekilgan paxta maydoni 1 gektarga yetmagan joy. Plyonka ostiga olib ekilgan. Paxtaning rivojlanishi yaxshi, o'sishi yaxshi, lekin shira bosib ketgan, shiraga qarshi dori sochilmagan. Paxtaga shira yeb ahvoli, barglar bujmayib ketgan. Mana ahvol. Shira juda ko'p. Shiraga qarshi endi dori sochamiz deyapti, lekin paxtani shira yeb tugatyapti. Mana ozgina paxta, lekin qarashga vaqti yo'q ekan. Shunday ahvol. O'tgan safar ham shira tushganini ko'rsatgandik. O'sha bo'yi turibdi. Shiraga qarshi dori chaching desak, traktor topolmayapman deyapti. Endi qo'lda bo'lsa ham sochib yuborish kerak edi. Hozir endi suv qo'yishga tayyorlayapti. Suvdan keyin dori sochaman deyapti. Endi paxtaning ahvoli qanday bo'ladi bilmadik. Mana o'zi paxtani chiqishi, rivojlanishi yaxshi bo'lgan. Atroflar to'siq joylar bo'lganligi uchun bir tarafi terakzor, bir tarafi makazor bo'lgani uchun shira tushib ketgan. Shira juda ko'p. Endi suvdan keyin dori sochaman deyapti. Mana agatlarni olib tayyorlayapti. Suv qo'yilgandan keyin paxtaning ahvoli qanday bo'ladi bilmadik. Lekin shirani yo'qolishi gumon. Shira baribir yo'qolmaydi, faqat dori sochish kerak. Suv qo'yib olib sochaman deyapti. Endi dehqonni o'zi biladi nima qilishni. Mana ahvol. Shiraga qarshi oddiygina mos bilan 2 pachka yo 3 pachka
mos bilan dorisidan sochib qo'ysa bo'ldi edi, suvga aralashtirib 60 yo 70 sotik yer. Shu ham qaralmay qolibdi. Paxtani arzonligi tufayli odamlar paxtaga ham yaxshi qarashmayapti. Mana paxtani agaklarini to'g'rilab suv qo'yishni boshladi. Shira bo'lsa o'sha turibdi. Bu yoq qanday bo'ladi ko'ramiz. Paxta o'zi ham bir suvdan qolgan ekan, chanqab qolgan ekan. O'shanga tezroq suv qo'yay deb suv qo'yayotgan payti shekilli. Mana bizda paxtani ahvoli shunaqa. Paxtalar bu yil uncha ekilmadi. Ekilganlarning ahvoli shu. Ekkandan keyin qarash kerak edi.